Obbo, tinib tinchimagan o'zimay qip-qizil ko'ylaklarni kiyib, o'zimcha takoy krasotka bo'lib, o'rmonni o'rtasida tug'ilgan kunni nishonlash uchun restoranga qarab yo'l oldim. Internetda eng yaqin restoranni ko'rdim, menyularini ko'rdim. Menga yoqqanligi uchun kiysam, buni atmosferasi ham просто нереально super ekan. Nimaga deysizlarmi? Chunki hozir bu o'rmonni o'rtasida qanaqa bir normalniy kafe topaman deb o'ylab, o'zimcha pisand qilmay chiqsam, qarasam shunaqangi atmosferasi, shunaqa shikardoz ekan. Bilasizmi nima? Robbim o'zi chevar deb bekorga aytishmaydi. Biz niyatni qilib qo'yib, harakatni qilsak, biz niyat qilgandan-da ziyodasini shundoq berib qo'yar ekan. Aslida tug'ilgan kunim nishonlash bundoq g'oyibidan miyamga kelib qoldi. Tasodifan joy topib, mayli xo'p, o'zimga bir toza havoni dam olishda ravo ko'ray desam, o'zim bilan birga ujinga hech nima olib kelmabman. Olib kelganim meva hamda zavtrak uchun mahsulotlar. Majbur bo'ldim yaqin joydagi restoranga kelishga. Chunki dastavka boru, lekin o'rmonning ichigacha dastavka kirmas ekan. Menga o'xshab dovyurak emasmi deyman-da. To'g'risini tan olayim qizlarjonlar, yuragim kattalikka kattaki, lekin ana shu joyda chiroyli atmosfera ichida tug'ilgan kunimni nishonlayapman. Ichimdan qirindi o'tyapti. Qanday qilib men o'zimni domikchamga kirib olar ekanman? O'rmonda umuman ham svet yo'q-ku. Meni domikimni atrofimda deb. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi dedim-da, o'zimni lyubovatsiya qilib, maza qilib videochani olib oldim. Undan keyin ofitsiantga zakaz berib qo'ygandim. Shamchalarsiz bormi desam, "Ha, tug'ilgan kuningmi?" dedi. "Ha" dedim. Keyin medavikka shunaqa qilib chiroyli qilib olib kelib beribdi. Faqat желанияni zagadать qilishda unutma dedi. "Обязательно uni unutib bo'ladimi?" dedim-da. Keyin videochalar jog'ib oldimda, o'zimcha bittagina желанияni zagadать qildim, shamni o'chirdim. Shamni o'chirgandan keyin atrofimga qarasam, happy birthday deb qarshi chaladigan hech kim yo'q ekan. Ha, nechun strashno, men o'zim yolg'iz kelgandim-ku deb dalsha atmosferadan lyubovatsiya qilishda davom etdim. Buni qaranglar, qanaqa shikarniy joy. To'g'risini aytsam, bunaqangi o'rmonning o'rtasida shunaqa joy topaman deb o'ylamagandim. Bu joy Repina deb atalar ekan, restoranga просто gap bo'lishi mumkin emas. O'zimni Hurrem Sultonni tasavvur qilib, mana kadrlar qo'yilgan zinadan sekinlik bilan tushishimga necha inni. Oynalarga ham rasmga tushib oldim, shtobi esdalik qolsin deb. Ekranni izolashmaymiz, o'rtoqlar, yurak salabiylar video oxirigacha ko'rmasalar ham bo'ladi. Meni joylashgan joyim mana shunaqangi yo'ldan ichkariga qarab kirib ketiladi. O'zi ham 4 minutdan ziyod shunaqa qorong'ilikda fonar bilan video olib badar-badar qilib kirib oldim. Bir balo qilib, mana shu atrof полностью o'rmon, hech kim yo'q qizig'i. A bu esa men сказочный местечко. Конечно, оно того и стоит, но baribirga ham ayol kishiga bir o'ziga вообще qo'rqinchli ekan, поэтому hech kimga предлагать qilmayman. Если что ayol kishi bir o'ziga kelib qolgan taqdirda ham umuman ko'chaga chiqmasin. Uyga-ku kiyib oldim, lekin mana panoramli eshik oynaligini ichi birorta ham devor yo'q, hammasi panoramli oyna qilingan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar yaratgan egam o'zi asrasin. Shunaqa qilib tug'ilgan kunim o'z nihoyasiga yetdi. Спасибо вам за просмотр.